masalasida tadbirkorlik subyektlariga nima muammo, qiyinchiliklar yuzaga kelayotgan bo'lsa, elektrdan bo'lsa, gazdan bo'lsa, suvdan bo'lsa, marhamat bitta boshlab ko'ramiz jarayonni. Anvar aka, assalomu alaykum. Mana shu tadbirkorlarda, joylarda nima masala bo'lsa, nima dard bo'lsa agar o'shalarning hammasini eshitib, hal qilish vazifasini yuklatilgan. Naqadar bank tizimi bo'yicha va boshqa sohalardagi muammolar bo'lsa ham bemalol aytib olasizlar. Men respublika shtabiga murojaat qilib, masalani hal qilishga harakat qilaman. Bemalol to'xtamasdan savol berib murojaat qilsa bo'ladi. rahmat, bitta boshlaymiz mana. Tadbirkor o'zini tanishtirib korxona ochganim 3 oy bo'ldi. Ismini kredit so'radi, magazin olib qurdim. Qaroqda ozoq hisobdan murojaat qildim. 1 yil o'tsin deyapti. 1 yildan keyin beramiz. Chunki hozir olib ilojimizni olib ketdim. Qaysi bank? Mikrokreditda. Qaysi mahalla? Zarafshon mahallasi. Kimda? Akbar aka. Poyezd va kishiga vaqtga beradi. Poyezd kattaroq. Foiz qancha? 24 dan boshlanadi o'zimizniki. Bu yerda 30 gacha. 24 so'm 1 yil. 29 so'm beraymi shu hikoyani. Bo'lib ketgan ta'mirlarni uchun nima o'zgaradi ishlayapsiz? Garov qo'yish kerak, garov yo'q. Garovingiz yo'q? Joyingizchi? jo'nab shu Ajara. Ajarami? Shuning uchun bizlar nimamizga to'g'ri kelmadi, o'shani shu masala 312 bo'yicha qabul qilgan bo'lishimiz. Shunday bo'lmasa sug'urta masalasi bo'yicha ham uchun bo'yicha olasiz. Sug'urta masalasi biz ham qabul qilish kerak edi, biz ortiq. Rahmat, yana kim ikkinchi tez nima qilaylik? Ha, yo'llarda savol yo'qmi, oxirlar? Hokim yordamchilarini agar hududida biror tadbirkorga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa bir narsa yo'q, uni ham aytib Yo'q, bitta narsa bo'ladi. Agar bu xulosa hokim yordamchilariga bo'ladi, agar masala bo'lsa hokim yordamchilari yoki bilmaydi yoki bu bo'yicha ishlamaydigan masala bo'ladi, xulosa bo'ladi. Qani zarur bo'lmasaling, Tadbirkorlar kesovda joy qurdikda, moshtirdik. Shuni yuzundan kesib o'zga yurib ketadi. Qaysi? Buni masalasini ko'ramiz. Yo'lni ustida so'rab yaxshi bilgan. Sal nima kerak? Ishlab ketadi. Yo'lda ham ish qiladi. Lekin biz o'shani hali yangi korxona tashkil qildik. Kengaytirishga yana ikkita kabinka qurish kerak. Xizmat ko'rsatish yo'nalishi. Yana bu hozir migratsiyaga yuribdi, uni ham qaytarib olishimiz kerak. shunda kredit kerakmi kengaytirish uchun? Xizmat ko'rsatishgami? Nima qilmoqchi? To'liq aytib bering. Qurilishgami, savdogami, nimaga? Asl uskunaga shunday. Ikkita xona qo'shish kerak-da hozir. Joy yetmayapti. Yo'q, men aytaman, hozir ular qolgan narsa kishi kengaytirmoqchi, to'g'rimi? Hop. Hisob raqam qaysi bankda? Hop. Mikrokredit bankidan kreditiniz yo'qmi? Yaqinda kelgan bo'lsa, Hop, yo'q keladi. Ijobiy tarafda Ijobiy, ya. Bo'lmasa bankka, anaqiga mikrokredit bankka qiling murojaat. Bekmurza, bundan mikrofonni mikrokredit bank kerak bo'lsa, sizda rismingizni aytaman. bo'ldi, men o'rganaylik vaziyat tushundim. O'shanga tovar olib kelishimga 100 million so'm kredit kerak deb so'rayapman. O'shanga qanday imtiyozlar bo'lsa, Naqd pulda tovar olib kelmoqchiman Xitoydan deyapti. Agar yo'nalishi bo'lsa, qaysi bank? xalq banki.
Alban kim? Alban kim ekan? Mana shu yerda chiqang olib Nima hisoblar? Hamroh dasturi asosida kreditlarimiz bor. 20%dan shuni taklif qila olamiz. Xo'p, tushundim. Siz bankga murojaat qilganmisiz? Yo'q, hali. Shunga burada mahsul bo'lishdi. Lekin mahsul bo'lishda olmasangiz bo'ladi. O'sha Xitoydan va boshqa chet davlatdan naqd ko'rishni olib kelsa bo'ladi. Xitoydan. xalqni bu ham chiqadi, buni aytasiz. Iste'fo. Yapıtdagi tegishli magazinni ichida Xalq bankiga tegishli bankomatdan foydalanib turinglar. Bir oyga qadar. Bir oydan beri o'sha bankomatni undan qilaman, tadbirkor. O'sha bankomatni pochta mahallaga magazinga olib qo'ygan, hozir bizda mahallada bankomat yo'q. Shu qancha 2 yildan beri shu bankomat shu do'konga qaytarishdan murojaat qilsak. Alban. Jami xonadon 769 ta xonadoni bor. Bundan deyarli hamma foydalanadi bundan. Talab ko'pmi? Talab bor. Hozir yo tumanimiz markaziga Alban ishtirokchisi yo'qmi? Ish joyi, ya'ni filiallar yoki BXM yo'q, ya'ni do'konga qo'yib foydalanadi. Bu bankomatdan Xalqbank sotib oladi, pulga sotib oladida. Endi agar talab ko'p bo'lmasa, bular Xalqbank ko'radi, umid ko'radi. Shunga bular keyin boshqa joyga borishga majbur bo'ladida. Ana joyi bor. Lekin Xalqbank o'shani ko'rib chiqing, men respublikangizga ham mana shu murojaat etkizaman. Xo'p? Hali kimda keyinmas? Xo'p, qaysi tadbirkor keyinsiz? Yerda bizlarga bitta joydan shuguncha yo'llargacha chiqyapti, shuguncha olib kelgan xonamni. Lekin chiqmay qoldi, endi yopib qo'ygan. Hali qaysi yerdan? Qaysi bank? Kerak ketdi. Mumkin emas. Mana shu bo'yicha so'rayapti. Chorvaga 60-qaror bo'yicha so'rayapti. Chorvaga keyin nimalarga mumkin emas-ku? Bu o'sha maqsadda so'rayapman, tushuntirib aytganmiz egasi. Boshqa produkt yo'qmi? Imенно shu chorva. Yo'q, bu olmoqchi bo'lgan produkt bizga to'g'ri qaror bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Uni tushuntirgan, boshqa yo'nalish qilib kelsak, chiqarib beramiz degan. Men taniyman, bilaman. Yana bu yerga kelganim yo'q. Chorvaga pulga yeyinami? Yo'q, yoki hozir ma'lum kelmaydi. O'shanisini shunaqa qilganda. Siz fuqarongizga taklif qiling, boshqa produktdan tuberadi. Shuni garavi yo'q. Biz kafilam bizlar. Kafilam topish muammo bo'lyapti. Shuning uchun nimaga yo'nalishni to'g'ri kelmaydi. Lekin garov kafil agar yo'q bo'lsa qiymasin, lekin bank hozir chunki ertaga qaytarish kerak. Bularda ham mas'uliyat bor, bulardan davlat mas'uliyat bor. Shuni ham qo'shimiz kerak. yo'nalish bo'yicha faoliyatni qilmoqchimiz, yangi mikrolarda. Hafta 10 kun bo'ldi, hozir ishni boshlaganimizga. O'zimiz ijtimoiy tarmoqlarni tashkil qilgan, hozir dastlabki davlat xizmatini yo'lga qo'ygan. 30 million birinchidan legallashtirib, yakka tadbirkor ochamiz. Yaxshi effekt beryapti hozir. Hafta 10 kunda o'zi 4 ta ish o'rni bo'ldi. Birinchidan pasport. Qancha kirish kerak? Yana kimda? Chorva. Nima masalasi? Navariga bitta narsa bizda tuman qishloq xo'jaligida endi asosiy bilim ko'nikmamiz va chorva boqish bilan muqoyimda yotib bo'lishni qilgan. Endi va taklif aloqa bankdan 100 million so'mgacha bo'lganini agar
chorva yo'nalishiga ochib berayotgan bo'lsa, unda masala yo'q. Klient ko'p bo'ladi. Hozir bular aytmoqchi bo'lganda hozir biz ishlab chiqarish boshqaryapmiz, ishlab chiqarishda bilim kerak, ko'nikma kerak, o'rganish kerak. Ular endi faqat bilganimiz, endi bizga ham juda hokimlar boshchiligida qabulda har chorshanba kuni o'tkazamiz. O'sha chorshanba kunida keladi bizga chorva ber deydi. Biz shu yo'nalishlarni beryapmiz, kommersiya kreditda aytamiz, balandroq deydi. Eng kamida shu chorvaga bersalar yaxshi bo'ladi degan fikrlarni aytyapti. Iloji bo'lsa to'g'ri, chorani ham hech yomon demaymiz, bu yaxshi biznes. Agar o'sha qoramolni chetdan kelsa, O'zbekiston ichidan olib sotib qilsa, ozgina buni imtiyozga ta'siri bor. Agar chetdan keladigan bo'lsa, qoramolni uni masala ekan, maktab bor, qoramolni beradi. Buni ko'rib chiqamiz. hozir bitta tadbirkorimiz bilan kelishdi. Chetdan Rossiyadan olib kelyapti. Shu hozir ko'rganingiz Anvar aka, o'sha orqasida eski sobiq Vaysan chiqib ketdi. Telekomga endi ishlayapti. Agar bo'layotgan bo'lsa davlat mumkin aktivlarni gaplashib, uch tomonimiz 5 yillik 10 yillik bor. U joy oldiga qaraydi, shu davlat qo'mitasiga ko'ra qaraydi. U davlat qo'mitasini kuratori Jamshid. Shunday. Agar Jamshid mana shu voqea bo'yicha mana shu olib tursa, quloq deydi o'zi. Championat chiqarsa, yordam beradi. O'shani keyin yetilmoqchi edi. Bu bo'yicha mahsulotlar qo'yganmiz. Hozir Xo'p, nima masala endi olishgan? Zavolga yo'qmi, nima bo'lyapti? yo'q, hisob raqamlari oldin faoliyatini Toshkentda yurilgan. Yattisi tadbirkor sifatida hozir o'sha bo'yicha endi mahalla bankiri bilan sanoat qurilishdan chiqarmoqchimiz. Iloji bo'lsa mahalla bankiri bilan borganmiz, joylarni o'rganganmiz. Hozir kreditlarni nima bo'lgan mahalla bankida? Shotmi? Nima bo'ldi? Hech qanday muammosi yo'q. Yakka tartibda nasl borligini ochadi. Faqat kimda nomanga olishni bilmayapti. Ayasini va o'zini. Men tushundim. Lekin shuningizdan yozib oling. Aytasizmi? Qani bozor shu. mahsulotlarni biznesga birinchi qadam produkt qachon ochiladi? O'shani xodimlarimiz ko'p so'rayapti. Bu ishni ochib, rasm alohida Rahmat.